Bu bemorimizga hatto Amerikada ham shlem terapiyani tavsiya etishgan. Farzandida bosh qiyshiqligini sezgan ota-onalar amerikalik tanishlariga aloqaga chiqishgan. Yodagi tanishlari esa Amerikada bosh qiyshiqligi faqatgina shlem terapiya orqali to'g'rilanishi haqida ma'lumot berishgan. Keyin ota-onalari shunaqa klinikalarni qidirib, bizning klinikamizni topib, bizga murojaat qilib kelishgan. Klinikamizga kelishganida ota-onalarning asosiy bezovtaligi bu bosh yassiligi va tepa rakursdan qaraganimizda chap tarafli qiyshiqlik edi. Konsultatsiyada esa kranial indekslarini o'lchaganimizda CVAI pokazateli, ya'ni bosh qiyshiqligi bizda 7,1% bo'lib chiqdi. Bu degani bosh qiyshiqligi o'rta darajada. Bosh pachonligini tekshirganimizda esa CI pokazatel bizda 103% bo'lib chiqdi. Bu degani deformatsiyasi juda og'ir darajada. Buni ota-onalarga to'liq tushuntirib va shlem terapiyani boshlashga kelishdik. Endi esa rezultatlarga keladigan bo'lsak, 1,5 oy ichida biz mana bu chiroyli natijalarga erishdik. 1,5 oy ichida tepa rakursdan qaraydigan bo'lsak, bosh qiyshiqligi bizda ancha to'g'rilanib qoldi. Yon rakursdan qaraydigan bo'lsak, yassiligi taxminan 1 santimetrga o'sib, chiroyli holatga keldi. Lekin bu natijalar bizda oxirgi emas. Bundan keyin yana 1,5 oy shlemni taqib, mana bu chiroyli natijalarga biz erishdik. Oxirgi natijalarni endi yaqinroqdan qaraydigan bo'lsak, tepa rakursdan chap tarafli qiyshiqligi taxminan 7 mm ga o'sib, mana bu chiroyli holatga keldi. Endi esa yon tomonidan qaraydigan bo'lsak, bosh yassiligi bizda juda og'ir darajada edi. Endi orqasiga cho'zilib, ideal chiroyli shaklga keldi. Bu natijalarga biz 3 oyda erishdik, sababi erta 5 oyligida boshlaganimiz uchun. Eng yaxshi natijalar bizda doimo erta murojaat qilganlarda bo'ladi. Agar farzandingiz 2 yoshdan kichik va boshida qiyshiqlik, pachonlik sezgan bo'lsangiz, Neocenter klinikamizga murojaat qiling.